Esimda xato bilan yozardik har bir so'zni, maktab payti do'stlarim bilan ko'chada shomgacha shunchaki daydib yillar o'tganin sezilmasdan mazil sariltadi. Vaqt hech kunni ayamasdan beshafqat qaritadi. Bulutlar tarqadi, mana keldi bahor, qushlar sayradi, kimlarni topishtirib va kimlarni ayradi. Kecha o'qigan qizlarga bugun boshpana salon, chunki endi maktab xayr, katta hayotga salom. Unutilgan sinfdoshlar, hatto guruhdoshlarim va har kim o'z haqida qayg'urishlar endi boshlanar. Va qani bolalik do'stlaring, bitta xabar biz tugadik. Yangi notanishlar sanga yaqinroq aka-ukadek. Eski hayotimdan balki xayolan to'yganmalik, Nokia'da bo'lsa ham videoga sarlab qo'yganman. Va misni topshirishda tan olaman, kam bo'lardim. Nokia'da skrinshot qilishni faqat men bilardim. Esimda erta turish uchun internetdan o'zimni tiyishib ko'rardik, darsdan qochganlarni kalta kiyishib, so'rardik har xil bahonalar uyga javob berishib, o'qituvchini mot qilardik o'zaro kelishib.